Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Malibu 1 qidirib bo'lganlar uchun Bog'ot avtomarketdan 2013-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 97 ming kilometr yurgan Malibu 1 ni sizlarga xudo xolasa zo'r narxda ko'rsatamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bizning manzil Bog'ot Center, Hazaras Urganch katta yo'li Bog'otni GAISining yoni qayerda deb turibdi. Mana shu yerga kelib mashinani xarid etib ketaverasizlar. 2013 97 ming probekda, kraskalari 100% родной, metan gaz baloni bor, 4 tane yumshoq balon taqilgan avtomat korobkasining diskalari bilan birga. Salon holatlarına yordam bo'lsak, salon holatlari akkuratniy, sveji holatda, probeklarni tekshirtirib, mana keyin notariusda pul bersangiz bo'ladi. Kraskalarni ham tekshirtirib, notariusda beraverasizlar. Bahosi 113 million so'm. Avtokredit olaman desangizda 35 million bilan chiqadi, oylik to'lovi 4 milliondan 3 yil chiqadi. Barter bor, qo'llaringizda 80 million so'm pul bo'ladi. Ekranda 1 oy yarim oy turish variantlari ham bor. Aziz yurtdoshlar, ekranda nomer manzilni tushuntirdim, bemalol kelsangiz bo'ladi. Boshqa turdagi mashinalarimiz ham bor, kelsangiz bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Sizlar uchun sotib olgan dona zo'r narxda trek kerakkanmiz, hali ikkisini bulashib turibdi. Xudo xolasa yuldirib zo'r narxda qo'yib beramiz. Unda trekker Elespa 149 million so'mga qo'yib beraman. Xudo xolasa bugungi mashinalarimiz zo'r narxda bo'ladi.